bilib turibdi degan narsa o'zi bu noto'g'ri narsa. Ertaga nima bo'lishini siz ham men ham bilmaymiz-ku. Lekin agar sud shunaqa fikrga boradigan bo'lsa, yo'q, bu oila baribir tiklanmaydi, bu ertaga baribir yarashib ketmaydi degan fikrga boradigan bo'lsa, unda muddat bermaydi sud hozir. Darhol ajrim qo'yadi. Lekin unaqa fikrga bormaydigan bo'lsa, u faktga, u holatga isbotlaydigan faktlar yetarli bo'lmaydigan bo'lsa, sud muddat beradi. Dastlab 6 oy, 6 oydan keyin boradigandan keyin amaliyotda shunaqa narsalar bo'ladiki, so'lchun er xotin yashamaydi birga, deylik, уже yillar davomida yashamayotgan bo'ladi. Lekin ajrimga bermagan bo'ladi. Er yo uylanib ketgan bo'ladi, boshqa farzandlari bo'lgan bo'ladi уже, yoki ayol turmushga chiqib ketgan bo'ladi, shar'iy nikoh asosida, yoki farzandlari bo'ladi. Shunaqa holatlardagina sud misol uchun bo'ldi, bularga vaqt berishi hojati yo'q. Sababi buni ham o'zining oilasi bor, buni ham o'zining oilasi bor. Bularga hozir vaqt bergani bilan hech qanaqa natija bo'lmaydi. Shuning uchun ajrim qo'rrisi bo'ladi degan fikrga boradigan bo'lsa, ana bundagina darhol ajrim qo'rrisi bo'ladi. Qolgan holatlar misol uchun ota borib farzandini ko'rib turgan bo'lsa, qanaqadir bir salgina imkoniyat bo'ladigan bo'lsa ham sud o'sha imkoniyatni beradi. Ya'ni vaqt beradi. Bir ko'ringlarchi, 6 oy yana bir harakat qilib ko'ringlar, balkim yarashib ketarsiz. Sababi nimaga? Davlatimiz ham, jamiyatimiz ham, mahalla ham, qarindosh urug' ham hamma bitta maqsad, oilani saqlab qolish.